Hey yo, salom youtuberlar. YouTube'da nima gap? Xo'p, bugun biz top 3 ta nishani sizlar bilan razbor qilamiz va bizni qahramonlarimiz nima sababdan bu nishalar orqali muvaffaqiyatga erishgan ko'rib chiqamiz va sizlar bilan birga baham ko'ramiz. Qani, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Boshlashdan oldin barcha ma'lumotlarni, barcha yangiliklarni va barcha kerakli materiallarni Bir qadam Pro Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Agar siz yangi bo'lsangiz, mana shu YouTube orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bir qadam Pro kanaliga o'tsalaringiz, bir-biridan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu mundarjaga bosganlaringizda nima deydi? Yangi darsliklar, yangi yo'nalishlar, yangi ma'lumotlardan xabardor bo'lasizlar. Undan tashqari kunora yangiliklarni tashlab boraman. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, bizni birinchi yo'nalishimiz The Last SpongeBob xullas. Buni biz hozir analiz qiladigan bo'lamiz. Atigi 41 ta video bilan 304 ming obunachi. Bu nerealni summa. Hozir buni ko'ramiz. 5 avgust 2025-yilda ochilgan kanal. Eski videolarni ko'radigan bo'lsak, eski videolardan ham nima deydi? Boshlanishidan ham SpongeBob orqali boshlangan va dalshi mana shu narsa ketgan. Xo'p, birinchi navbatda SpongeBob bu Yevropada juda populyarni personaj hisoblanadi va shu sababdan bizni qahramonimiz mana shu narsani tanlagan. Nafaqat SpongeBob hozir nima deydi, storylarda, ya'ni qisqa hikoyalar yo'nalishida raqobat juda keng tarqalgan va Tom and Jerry deymizmi, yokida yaqinda chiqqan Zveropolisdagi personajlar deymizmi, hamma yoqni bosib ketdi va hammasi yaxshi natija ko'rsatmoqda. Xo'p, endi yo'nalishga qaytadigan bo'lsak, ssenarini bu juda zo'r tuzgan. Ssenarini zo'r tuzgan, mana ko'rishimiz mumkin. Mana ssenarini va shu zo'r tuzgan, boshini uch burchak qilgan. Hatto gaplarni ham va nimalarni. I need to fix what I did. Otherwise SpongeBob will kill me. Xo'p, agar sizlar mana shu nisha orqali ishlamoqchi bo'lsalaringiz, birinchi navbatda ssenariy kerak. Ssenariy bor joyda boshqa narsa muammo bo'lmaydi. Xo'p, buni sxemasi qanday? Ssenariyni tuzgan, ssenariy orqali rasmlarni generatsiya qilgan. Rasmlarni generatsiya qilish uchun Gemini bor, hozir tekin ishlatsa bo'ladi, yokida Google Whisk bor, uni ham tekin ishlatsa bo'ladi. Mana shu saytlardan foydalanib, bemalol keyinchalik oddiy misol Grok orqali amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni mana shu video misol kamida 200 ta like yig'sa, nasib Xudo xolasa, shuni to'liq razbor holatda qanday yasalishini ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Mana shu sxemada ishlagan. Xo'p, endi ikkinchi kanalga o'tadigan bo'lamiz. Ikkinchi kanalimiz bu faqat turli tarmoqlar, turli sun'iy intellektlar orqali qilingan bo'lsa, ikkinchi yo'nalishimiz faqat bitta Sora 2 orqali qilsa bo'ladigan yokida Google VO3 orqali qilsa bo'ladigan yo'nalish hisoblanadi. 31 ta video bilan 214 ming ta obunachi yiqqan, ya'ni yong'in to'g'risidagi video. To'g'ri, bu sal oldinroq ochilgan kanal ekan. Shu o'rinda aytib o'tib ketay, nimaga aynan oldinroq ochilgan kanallarga bosishadi? Oldinroq ochilgan kanallar nisbatan hozirgilarga qaraganda original kanal sifatida qarab o'chib ketish xavfi kamroq bo'ladi. Nimada? YouTube'da. Shu sababdan GTA 5 yo'nalishini ko'rsangiz ham yoki boshqa shunga o'xshash yo'nalishlarni ko'rsangiz ham shu 2006-2009-yilgi kanallarni da ijod qilishadi. Sababi riskovat katta yo'nalishlar shunaqa eski kanallarda ijodlarni bosishadi. Meni tushunishim bo'yicha shunda. Agar sizlarda qanday taklif bo'lsa, albatta kommentda yozib qoldiringlar. Bilsalaringiz, agar meni taxminimdan boshqa bir taxmin bo'lsa sizlarda, kommentlarda kutaman. Xo'p, ikkinchi yo'nalishimiz bu yong'in, ya'ni body kamera orqali yong'indan odamlarni qutqaradi va shunga o'xshash narsalarni ko'rsatib beradi. U atigi 31 ta video bilan 200 ming ta obunachi, bu juda nerealni.
ko'rishingiz mumkin. 123 million, 12 million, 13 million, 4 million, 8 million atak zo'r. Endi hozir bitta prosmotr, bitta videosini hozir kirib ko'ramiz. Yana oxirgi videosini kirib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Xullas, ichkarida kimdir qolib ketdi deyapti. Menimcha ichkariga kirib, kimnidir qutqarib chiqadi. Demak, Rocky deyapti, demak itini qidiryapti. Xullas, mana shunaqa qissa qilib, mana shunday video ishlasa bo'ladi. Zo'r, mana Rocky itmas ekan, nima ekan? Nima deydi shu nomini, xullas. Shuda, ana topdi, chiqarib berdi. Mana shunaqa juda ajoyib yo'nalish. Tavsiya beraman. Sora 2 orqali bemalol bajarsa bo'ladi. Buni bajarish promptini albatta Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p, 3-yo'nalishimiz maza qilib ishlasa bo'ladigan yo'nalishlardan bittasi 20 ta video bilan 500 ming ta obunachi. Va buni ko'rishingiz mumkin. Даже kanal nastroyka ham qilinmagan. Hozir ko'ramiz. 20-oktyabr 2025-yil ochilgan va eski videolari ham yaxshi prosmotr olgan. Xo'p, bu nima? Faqat nima deydi? Hayvonlarni qutqarish, hayvonlarni ko'rsatish, tipa mana shunaqa yo'nalishdagi video qilib kelmoqda bu kanal. Mana oxirgi videosini ko'ramiz. Nima deydi? Bo'ri odamni tortib olib ketyapti, yana qayergadir. Ana. Xullas, bo'ri nimani o'z bolasini tipa qutqarganligi to'g'risida qisqacha hikoya ko'rsatib berilmoqda. Mana shunaqa gap. Buni ham Sora 2 orqali yoki VO3 orqali amallasalaringiz bo'ladi. Bizda esa hozircha mana shular. Kimga yana qanday takliflar bo'lsa, bemalol kommentarda yozishlaringiz mumkin. To imkon qadar video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha. Aytgancha Telegram kanalimizga va YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.